O'zbekiston. Unutilgan sivilizatsiya O'zbekistondan gapirganida ko'p odamlar cheksiz to'ylarni, ziravorli bozor qatrlarini, 500 turli uryuq va qozon-qozonta plov tayyorlaydigan qarchagan odamlarni tasavvur qilishadi. Ammo O'zbekiston bu Shumer va Misr sivilizatsiyasi bilan bir yoshdagi Baxteriya Margana sivilizatsiyasi mavjud bo'lgan joy bugungi Samarqand oddiy ko'rinadigan shahar bo'lsa-da, O'rta Osiyo Renessansining markazida joylashgan. U yerda Aritsena, Al-Xorazmiy va Ulug'bek kabi buyuk aqllar ijod etishgan. O'zbekiston tarixi butun O'rta Osiyoning tarixi kabi juda boy va murakkab, faqat Sovet Ittifoqi O'rta Osiyo respublikalarining chegaralarini 11 marta o'zgartirgan. Qadimgi sivilizatsiya O'zbekiston hududining ko'p qismi to'l bo'lsa-da, janubi sharqda unumli yerlar, toza suv va issiqlik mavjud. Baxteriya Margana sivilizatsiyasi bu yerda 7000 yildan ortiq vaqt oldin paydo bo'lgan. Arxeologik topilmalar uning qanchalik boy ekanligi haqida guvohlik beradi. 88,10 noliylik eng qadimgi ibodatxona topilgan bo'lib, u qishloq ichidan qurilgan. Bu esa madaniyatning juda qadimiy ekanligidan dalolat beradi. Tarixiy davlatlar Baxteriya, So'g'd va Margana shaharlarida faol sanoat, hunarmandchilik va savdo rivojlangan. Mahalliy ustalikning buyumlari faqat qo'shni mamlakatlarga emas, balki uzoq hududlargacha sotilgan. Minglab yillar davomida bu hududlar turli bosqinchilarning diqqat markazida bo'lgan. Kir buyuk tomonidan Axemenid imperiyasi tomonidan bosib olingan, Iskandar Makedonskiy tomonidan zabt etilgan Yunon. Axriy qirolligining markaziga aylantirilgan Kushon davlati tomonidan boshqarilgan madaniy almashinuv Ipak yo'li orqali Xitoy, Hindiston, Eron va Rim o'rtasidagi savdo yo'llariga aylangan. Bu hududlar turli madaniyatlarning kesishuv nuqtasi bo'lgan. U yerda zardushchilik, budaviylik, xristian va yahudiy diniy jamoalar tinch totuv yashagan. Islom va arablar davri 7-asrda arablar bu hududlarni bosib oldi va islomni tarqatdilar. Samarqand kitob ishlab chiqarish markazi va musulmon renessansining g'oyat muhim nuqtasiga aylandi. Al-Xorazmiy, Al-Fergana kabi olimlar bu davr mahsuli. Mongol va Temuriylar davri Tingizxon bu hududlarni vayron qilgan bo'lsa, Amir Temur ularni qayta tikladi. Temuriylar davrida Samarqand sharqning eng go'zal shahriga aylandi. U yerda ulkan madrasalar, masjidlar va saroy imoratlari qurildi. Asiya va Sovet davri 19-asrda Rossiya imperiyasi va keyin Sovet ittifoqi bu hududlarni o'z qo'l ostiga oldi. Ular yangi administrativ chegaralar va respublikalar shakllantirdilar. Mustaqillik davri bugungi O'zbekiston bu buyuk olimlar, davlat arboblari va shariat vatani Aritsena, Al-Xorazmiy, Ulug'bek kabi allomalar bu yerdan chiqqan. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlar UNESCO merosiga aylangan. O'zbekiston tarixi faqat o'zi bilan chegaralanmaydi. U Movarounnahr, Qozog'iston va Mo'g'uliston tarixi bilan ham barchasi bog'liq.